aynan sizlar uchun Sadaf marketimizda oziq-ovqatlardan tashqari polni ming xildan ortiq stroy materiallarimiz ham bor. Hozir sizlarga operatorimiz ichkaridan Tohir akam syomka cho'tib ko'rsatib o'tadi jigarlar. Qani? Yo Tohir aka 5 ta olib qo'yasiz. Yana sizmi? Gap bo'lishi mumkin emas. Xullas, intervyuni boshida ming xildan ortiq tovarlari bor deb aytganim, haqiqatan ming xildan ortiq tovarlari bor ekan. Tohir aka nimalar bor aynan? Chiroyli tanishtirib o'ting. Xo'p, assalomu alaykum avvalo. Aha. Bizda assortimentlardan ro'zg'or bo'lib kerak bo'ladigan mixdan tortib hamma rezgillargacha bor, orqon, qoziq, hattoki antennalargacha bor. Antennani lekin cheklanmagan miqdorda assortimenti bor. Raketa deydi mahalliy xalqda, yo bo'lmasa lolla deydi. Hamma assortimentlar bor. Undan tashqari palatkaga bo'ladigan salafonlar, stullarga bo'ladigan salafonlar, hattoki gajganaylarimiz ham bor. Bu tarafdan keladigan bo'lsak, shu mahalliy aholiga o'zimizga ham kerakli bo'ladigan bichatil, rezetka, lampochkalardan assortimentlar qo'yganmiz. Gap bo'lishi mumkin emas do'stlar. Xullas, ertalabki 8 dan tungi 10 gacha kelaverasizlar. Butun Angren bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab kerak bo'lsa dastavka xizmati bor. Pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar.